Hamma xonadonda ertalab bomdoddan keyin Yasin o'qilish kerak, hamma xonadonda shomdan keyin voqea o'qilish kerak. Domla kelib o'qib bermas kerak. O'zingiz ayolingiz, o'zingiz qizingiz vaqtingiz bo'lsa o'zingiz o'qishingiz kerak. Shuning uchun jon kuydiryapmiz. Azizlar, hammamiz qori bo'laylik, hammamiz olim bo'laylik. Hozir bitta domla imom kelib uyiga Qur'on o'qib berib 5 yil kelmasa, 5 yil uyimizda Qur'on o'qilmayapti. Bu hayotda ihson qildik, domla kelib Yosinda o'qib Alloh hibat chiqib ketyapti. Shu bilan keyingi yilga ihson qilsangiz, azizlar 1 yildan keyin o'qilyapti Qur'on. Bu uyda qana baraka bo'ladi? 1 yilda bir o'qilgan uyda qana baraka bo'ladi? Ha, keyin bitta kelinlar urushadi, ikkita o'sin bir-bir bilan urushadi. Qayna bilan keyin baraka yo'q-da uyda. Qur'on o'qilmasa, namoz o'qilmasa, shayton bosib ketganda uyda. Qachon Qur'on o'qilsa, zikr bo'lsa, keyin farishta kiradi. Farishta kelsa, keyin baraka bo'ladi. Farishta bor joyda keyin hamma bir-biri bilan ittifoq, chiroyli munosabatda bu chiroyli ketaveradi hayot. Nimaga uyimizdan haligi janjal chiqyapti? Nimaga haligi kelin bilan qayna chiqisholmay qolyapti? O'sha uyda farishta yo'q.